Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz maxsus ta'limda innovatsion texnologiyalar fanining maxsus ta'limda ijtimoiy tarbiyaviy texnologiyalar mavzusi ustida suhbatlashamiz. Rejalarimiz. Ijtimoiy tarbiyaviy texnologiyalar asoslari va ularning maqsadlari. Ikkinchisi, amaliyotda ijtimoiy tarbiyaviy texnologiyalarni qo'llash usullari. Uchinchi rejamiz texnologiyalar bilan ishlashda yuzaga keladigan muammolar va ularni hal qilish. İctimai tarbiyaviy texnologiyalar asoslari. Bu ijtimoiy tarbiyaviy texnologiya tushunchasi ijtimoiy tarbiyaviy texnologiyalar insonlar va jamiyat o'rtasida muhim aloqani tashkil etadi va turli xil maqsad va funksiyalarni bajaradi. Ular ta'limda shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishni ta'minlab beradi. U pedagogik jarayonlarni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. İctimai tarbiyaviy texnologiyalarning maqsadi ijtimoiy muammolarni hal qilish, yoshlarni yo'naltirish va ijtimoiy integratsiyani ta'minlashdir. Bu texnologiyalar yordamida o'quvchilarning muammoni yechish, jamoa bilan ishlash, ijtimoiy mas'uliyat ko'nikmalarini rivojlantirish va turli xil insonlar bilan muloqot qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Turli ijtimoiy tarbiyaviy texnologiyalar bu individual, guruhli va jamoaviy metodlar orqali qo'llaniladi. Biz bu texnologiyalarga misol qilib interaktiv platformalar, ya'ni Kahoot platformasini ham olishimiz mumkin. Bunga misol qilib ikkinchisi ro'yxatga olish tizimlari, vizual muhitlar. Ularning muhim jarayonlarda qo'llanilishi, o'quvchilarning faolligini oshirish, pedagogik jarayonni modernizatsiya qilish, texnologiyalarni pedagogik ehtiyojlarga moslashtirish va ijtimoiy individual yondashuvlarni kengaytirish. Bu texnologiyalarni qo'llash orqali biz o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytiramiz va ularni yangi bilimlar berish jarayonini jadallashtiramiz. Har bir turga misollar keltirishimiz mumkin. Misol olishimiz mumkin Moodle, Google Classroom, stimulyatsiya va virtual laboratoriyalar, mobil ilovalar, ijtimoiy media, ijtimoiy kompaniyalar va onlayn seminarlar. Bunda turli xil ilovalar orqali hozirgi kunda ingliz tilini o'rganish, rus tilini o'rganish, boshqa tillarni, dunyo tillarini o'rganish ham hozirgi kunda jadal rivojlanyapti. Bu ham ijtimoiy texnologiyalarning bir turi hisoblanadi. Bu ijtimoiy texnologiyalarning asosiy afzalliklari u shaxsga yo'naltiriladi va ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Muammolarni hal qilish, jamoa bilan ishlash, bolani mustaqil fikrlash va o'z-o'ziga xizmat qilishni yanada yaxshiroq rivojlantirishimizga ancha samarali ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy tarbiyaviy texnologiyalarni qo'llash usullari. Bunda interaktiv treninglar, stimulyatsiyalar va onlayn platformalar keng qo'llaniladi. Bu usullar o'quvchining faol ishtirokini ta'minlaydi. Virtual muhitda texnologiyalar yordamida muloqot, muammoni yechish, jamoaviy ishlash va ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanadi. Bu esa o'quvchilarga haqiqiy hayotdagi muammolarni hal qilib berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda biz o'zimiz qo'llashimiz mumkin bo'lgan asosiy jarayonlar bolani ko'pincha guruhli qism qilib shakllantirishimiz muhim hisoblanadi. Guruh bo'lib ishlashda bolada o'ziga o'z fikrini ayta olish, boshqalar oldida tortinmasdan fikrlarini bayon eta olish, ya'ni o'ziga ishonchini ham rivojlantirishimizda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O'quv jarayonida turli xil texnologiyalardan foydalanish orqali biz bolalarni faqat dars, odatiy an'anaviy bir xillik tizimidan yangi zamonaviylik tizimiga o'tkazishimiz mumkin hisoblanadi. Ya'ni bu yangi metodlar, yangi jarayonlar orqali bolalarda qiziqish uyg'onadi va o'quv jarayoniga qiziqishi orqali ular yangi bilimlarni tezda o'zlashtirib oladi. Bu usullar o'quvchilarning darsda faol ishtirokini, motivatsiyasini oshiradi va o'qituvchilarga nazoratni kuchaytirishga yordam beradi. Masalan, virtual muhokamalar, onlayn testlar keng tarqalgan. Hozirgi kunda jamoa bo'lib ishlashda Kahoot yordamida ham ishlash muhim hisoblanadi. Ya'ni har bir o'quvchi o'zi
va mustaqil bajaradi va to'plagan ballar orqali o'qituvchi tomonidan baholanib boriladi. Ijtimoiy tarbiyaviy texnologiyalar va o'quvchilar. Ijtimoiy tarbiyaviy texnologiyalar bolalarda ijtimoiy hayotga moslashuvida, ya'ni o'z hayotini yurita olish, mustaqil fikrlash, o'z-o'ziga xizmatni shakllantirishda muhim. Bunga misol qilib olishimiz mumkin, Montessori metodikasini olishimiz mumkin. Bu metodika asosida bolani mustaqil fikrlashi va o'z-o'ziga ishonchi, o'z-o'ziga xizmat ko'rsata olishi yotadi. Ya'ni biz bolalarga mayda qo'l motorikasini rivojlantirish orqali ularni boshqa hayotiy ko'nikmalarga ham tarbiyalashimiz mumkin. Hozirgi kundagi ijtimoiy tarbiyaviy texnologiyalar turli xil metodlar orqali qo'llashimiz mumkin. Ya'ni interfaol metodlar, case metodlari, Sequence metodlari shular jumlasiga kiradi. Amaliyotda biz muvaffaqiyatli misollarga erishishimiz, ya'ni bolalarni biz berayotgan tarbiyamizni natijasini olish uchun turli xil yangi innovatsion texnologiyalarni qo'llash ancha samarali. Chunki biz hozir 21-asr texnika va texnologiyalar asrida yashayapmiz. Texnologiyalar bilan ishlashda biza har doim ham tekis birdek ketavermasligi mumkin. Ya'ni muammolar yuzaga kelish tabiiy holat hisoblanadi. Qiyinchiliklar va bu muammolarga misol qilishim mumkin. Texnologiyalarni joriy etishda moliyaviy va texnik qiyinchiliklar, o'qituvchi va o'quvchilar texnologiyalarni samarali foydalanishda ularni tushunmasliklari, ya'ni texnologiyalarning o'quv jarayonida samaradorligini oshirish uchun muntazam treninglar va texnik xizmatlarning yetishmasligi kabi muammolarga duch kelishimiz mumkin. Muammolarni hal qilish usullariga, ya'ni bu muammolarni biz aniqlashimiz, tahlil qilishimiz muhim bosqichdir. Ya'ni muammoni keltirib chiqaruvchi sababi va unga ta'sir qiluvchi omillarni, misol uchun SWOT yoki ildiz sabablari aniqlash diagrammalari yordamida aniqlashimiz mumkin. Innovatsion yechimlar, strategiyalar, kreativ fikrlashlar, ilg'or texnologiyalar hamda pedagogik metodlar yordamida muammolar hal qilib boriladi. Yangi metodlar bu o'quvchilarning yangi hayotga qadam qo'yishida, ya'ni o'z hayotini yanada oldinlashiga muhim yordam beradigan vosita hisoblanadi. Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, har bir qo'llanilayotgan yangi metod, texnologiyalarimiz bu kelajakdagi yosh avlodlarimizni kelajakda yutuq shaxs bo'lib yetishishiga, yangi O'zbekistonning kuchli farzandlari bo'lib yetishishiga muhim ahamiyat kasb etadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan bizning mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi.